Rossiyadachi qizlarga ko'tarilib ketsa juda oson ekan. Bir 10 ta chiroyli joyda rasmga tushib olar ekan, sekin haligi trendga chiqqan videolar har doimgidek zo'r ketar ekan. Hech aktiv tushib qolsa jin, u yoqni ko'rsatib 21-asr deb qo'yishadi. Keyin uni orqasidan shuni hojiga borib kelishadi. Hayronman nimaga kerak ekan bularga? Keyin eng qizig'i haligi Rossiyada yemagan hitlar tugab qolayotganda tirs bitta qo'shiq chiqarib qo'yishadi. Qizlar shunaqa ishonyapsizlar. Shuni bitta qo'shiq chiqarib qo'yadi. Shuni konsert, ertasi kuni konsert turibdi. Qo'shiqning matni ham, короче, 7tasini tarix 23-betda o'qib beryaptim deb olasizlar. Gabri, kimdir kelib qoladi. Qo'yvaring, muxlisim, chiqsin sahnaga, aytmoqchi men bilan. Aytasizmi? Ayting. Opa, men ta'sisidan pulni berasizmi? Ajoyib, aslida siz sahnada bo'lishingiz kerak. Loyiqsiz. Sahna birga aytamiz. Gabri, birgalikda. Ko'k Jiguli. Ajoyib. Shu ekan, hali nerealniy darajada уже odamlar unga itpana to'lib, muxlis olib, so'hib bersa ham o'tira oladigan darajaga chiqqandan keyin har konsertida uni buni so'kib, ashna qilib o'tkazadigan